Assalomu alaykum, hurmatli kushaydolar. Mana bugun yolg'on arapa bir qator mana syomkasini ko'rsataman. Atmosferani ko'rganlar duo qilib qo'yinglar bo'ldi. Qo'ling dard ko'rmasin bolam, otingizga rahmat deb. 65 yillik festival. Mana bir qator kirib kelyapman. Hozir katta sahnaga olib boraman. Ertaga xudo olsa mana gulchilarni ham ponni to'la gullarni qilib beraman. Ko'rib mazza qilinglar, mana kelolmayotgan uzoq yaqinlik hojonalar, hojakalar. Xudo xolasa mana atmosferani men yoritib beraman sizlarga. Mana guldan gul yasashib yorganini qaranglar mana. Nihoyatda chiroyli chiqarishga. Xudo xolasa bo'shadim, qo'yib beraman. Bo'shadim, qo'yib beraman sizlarga. Ko'p konsertlar bo'lyapti. Kecha soat 1-2 da olov guldan chiqaryapti. Atmosferani qaranglar. Yonyapti, go'zal holatga kelib. Mana bu tarafda bunaqasiga. Sayyohlar juda ko'p, Tojikiston, Qirg'izistondan kelganlar. Miyalar dam oladi. Telefonda ko'rib ham dam oladi mana. Hech yo'q, bitta podpiskaga, kommentariya bosib qo'ysanglar ham, misol sizlarda gruppalardagi kim bo'lsa, kontaktlar ham ko'radi. Ularga ham ulashib qo'yasizlar. Mana o'zimizning klientimiz Rashan deydi. Qolgan syomkalar deb qo'ysanglar mana. Qaranglar. Guldan gul yasab tashlashibdi. Katta sahnaga qarab kelyapti. Kechki salqinda nihoyatda ko'p aylanadigan. Kun issiq, quyoshdan ko'ra mana kechki salqinda kelsanglar shunaqa miyalar dam oladi. Asablar tinchlanib, charchalar chiqadigan joy bo'lgan. Qaranglar. Kampaysalar qaranglar. Biz bergan shikastlar mallarga kelib ketdilar. Oyda artistlar ketdi, yulduzlarni ko'ramiz. Hozir mana guldan qarang, mana toshlar yasaganlarni qo'yib berib ko'rsatdi. Anayda aylanib. Sahnalar. Chiroyli holatda. San'atkorlar navbat tushirib qo'ydi. Guldan yasagan mana fontanlar. Hammasi tabiiy gul.
Odam ko'p. Bo'g'odichi. Men ishdan nihoyatda zarurligi uchun bu yoqqa qaytaman. Mana bu qaranglar, atmosfera. İşim nihoyatda ko'pligi uchun men sahnadan chiqib ketdim. Katta o'yin kulgi anaqasidan. Bir qator mana Bo'g'odichdagi atmosferalarni yoritib ketyapman mana. Hozir sekin o'zimning gullarimni oldiga boraman. Mana shunaqa bo'lib, katta men anaqa bo'lib ketaman shekilli, rasm yo'ladigan bo'lib ketaman shekilli, kamerachi bo'lib. Mazza qilib tomosha qilinglar. Telefonda turib ham mazza qilib miyalarni dam oldirsa bo'ladi mana. Atmosferalar nihoyatda zo'r. Xudo xolisa men o'zim obdon kechki payt soat 11 dan keyin do'konni bekitsam o'zim obdon obzor qilib beraman. Kechasi kunduz konsert, o'yingoh mana shunaqa bo'lyapti mana. Kech paytda muzdek mana shularning orasida bitta aylangan odam mazza qilib miyalari dam oladigan joy bo'ldi mana. Kelgan odam mazza qilishyapti bularni ko'rib. Tashqari sahnaga chiqib ketyapman. Buni bu yoqqa mana gullar. Mana qaranglar, joy mana kelinchak qilib mana rolinglar aylanyapti. Mana. Mana holat. Aylanyapti. Mana qaranglar. Bu ketyapti, mana qaytyapti. Aylanyapti, bunisi ketyapti. Qara, aylanishib. Tabiiy gul, mana aylanyapti, qaranglar. Qara, qizlar o'ynab aylanyapti. Mana yana kalta gul sotadigan joy chiqdi, mana bu yoqqa ayni burani maniki mana shu pastki tarafda. Hop, bu yoqqa borgan vaqtim yo'q. Yana borib kelavergan ekan. Hozir mana bu tarafda. Men o'zimni do'konim tarafiga qarab yuryapman. Chunki odamlar kutyapti meni, mehmonlar ko'p. Mana. Kattaligi kaktusimiz mana. Hozir taqaboqqa. Hozir aka mana shu kaktusimiz necha yillik? Sir bo'lmasa. 66 ga kirganmi shu kaktus? Mana shu Hoji akami dadalari baqqan shu kaktusni. Mana Soyuz mahallada esir paytda baqqan boshlagan. 66 ga kirdi shu kaktus. Mana kaktuslarda xilma-xillari. Gullarimiz anaqasi. Mana bu ham Namanganning faxri hisoblanadi. Anvarjon degan bola. Mana bari tuvalar mana shu bo'ladi. Gulim yo'qmi aka meni? Gullarim olmaysiz. Faqat tuvay sotishingizni bilaman sizni. Sizda yo'q gullar bor, Ravshan aka menda. Asetni o'chirib yuboring-a. Xilma-xilta tuvaylar. Lekin meni Gullardan anaqasini. Surxondaryolik opam kelgan mana bu chiroyli gullar bilan. O'zi yasagan qo'l mehnatlari bilan qatnashyapti bu yerga. Qaranglar. Chiroyli holatda. 10,000 donasi, 15,000 ikkita. Bari tabiiy gulda. Mana qaranglar mana. O'zim tarafda atmosferasini qaranglar. Qishda ham nima deyapsan demaydigan gullar mana. Bir-biridan go'zal. U tarafda svet yo'q ekan. Asl uchun ayrim sabablarga qarab u tarafni to'xtatib turib, men o'zim tarafga o'tdim. Namanganda mana Qurg'ovoy bo'ladi, Xonovi. Kelaverishda mana o'zimning gullarimga qarab ketyapman mana. Holatlarimiz. Mana zimli Eronlarimiz, izritlarimiz. Mana dekon bolalar mana, fikuslar, qora shahzodalari. Uka mana buketning nechi pul?
Kami nech pul? Masalan, meni istab kelsa, masalan, Ravshanbek keldim desa, nech pul masalan? 17 ming. 17 ming. Mochi miraminligi 15 dan. 15 dan mana. Anjorlik, mana mehnatkash, qo'l mehnat bilan tayyorlagan gullarim mana shu. Mana shu ukamiz. O'zimizni ko'ramiz. Bemalol kelaverasizlar. Mana shifrlarni sog'lagan chiroyli holatda ekan. Kimga qanaqa gul ko'rsa aytsanglar mana. Xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastlabki ham qilaveramiz a? Zakaz olsa qilamizmi? Barakasi bersin, sog'dingiz. Yaxshimisiz? Mana. Bu do'kon hamkasbim Maludaxon do'koni, Yangi bozorda ham yonma-yonmiz. Namanganda Gullar festivalida ham yonma-yonmiz. Mana. Meni hamkasabam. Maludaxonni ham qattiq hurmat qilaman. Yaxshi gullar ushlaydi u ham. O'zimga o'xshab. Bir-biridan go'zal gartenzalar olib kelib qo'ygan mana. Sekin bu yoqlarga ham o'tamiz. Gartenza, zamiya, zenzi hammasidan bu bolada ham bor. Mana Maludaxonda. Maludaxonda o'g'li mana shu bola bo'ladi. Ablaziz, mana gullarimiz nech pul? Mana gartenzalarimiz 270 mingdan. so'rab kelib qolsa, nech pul? Biz o'zimiz mana tanishlarim, misol anaqalarim ko'rib YouTube'da ko'rayotgan odamlar, hojonalar, hojakalarga 260 mingdan qilib 250 ga bera olasizmi? beraveramiz. Bo'ldi uka, rahmat. 250 ming so'm mana sizlar uchun so'rab kelsanglar qilib beramiz. Mana bambular. Qator mana hamkasbim anaqasi. Syomka qilib ketyapman. Mana o'zimizni anaqaga sekin yuramiz. Xudo xolasa yaxshimiz bu qiz bilan ham. Andijonda ham yonma-yon qo'shnimiz, bu yerda ham yonma-yon. Bir-birimizga hamroh, bir-birimizga yordamchimiz. Mana shu Maludaxon do'koni. Endi o'zimning gullarimga yana bir qator hali ko'rdinglar, mana qaranglar. 25 ming so'mdan kaktus. O'zimning atmosferamni ham bir ko'rsatay. Bir ko'rib maza qilinglar. Ota-onangga rahmat bolam. Shunday qilib tarbiya qilgan ota-onangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa narsa so'ramayman sizlardan. Mana o'zimning kompozitsiyamni ko'rsatay. Mana. O'zbekimizda do'ppimiz otamiz deydi-yu, mana. O'zim anaqamni bir tashlayapman mana. Qaranglar. Mana shu yerda bari meniki, mana shu yerga davr. Qaranglar, sikaslar mana 500 millik sikas. Mana shu yerdan ashiga davr meni joyim mana. 5 ta, 6 ta mana shu zontik 3 metrlikdan 18 metr joydaman. Mana kamerani kichkinasidan tortib kattasiga davr. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Xudo xolsa bundan bu yoqiga ham chiroyli qilib obzorlarni qilib berib turaman, yangiliklarni. Kimga qanaqa gul kerak bo'lsa 99lik nomerlarim, 140 88 41 nomerlarim. Bemalol telefon qila olasizlar. Telegram orqali ham anaqasilar kanalimga ulab qo'yaman. Muntazam ko'radigan kanallarim. Narxlar chiqaradigan Telegramim mana 99 likda. Qaytarib aytib qo'yay, 99 lik 140 88 41 meni nomerim. Bemalol Telegramdan yoza olinglar.